Bir yigit, mayxo'r bir yigit Alloh qalbiga bir insof berib, "Ke shu menam bir yoshim katta bo'lib qoldi, bir masjidga boray" deb peshin namoziga ketdi. Namozga kelsa, farz namozida turganda telefonini o'chirish yodidan chiqibdi. Farzda turgan chog'ida telefoni jiringlab ketibdi. Namozdan keyin odamlar yopirilib kelib, haligi yigitning ustiga "Qanaqa odamsan, ahmoqmisan, jinnimisan? Nega telefoningni o'chirmaysan? Bunaqa qilsang nega namozga kelasan? Nega halol berasan?" deb turib, 3-4tasi yopirilib kelib, vajohat bilan yigitning ustiga kelib shu gapni gapiribdi. Qo'rqib ketibdi. Chunki u bilmay qoldi. Yodidan ko'tarildi o'chirish. O'zi birinchi kelishi ekan, Alloh bir tavfiq berib. Xafa